Bilasan, bu dunyoda kimga qiyin? Mehribon, samimiy, oqko'ngil insonlarga qiyin. Chunki ularni aldash oson. Qalbini sindirish oson. Ularning kamchiligi shuki, ular hammani o'ziga o'xshatishadi. Hammani o'zidagi rostgo'y, samimiy, oqko'ngil va mehribon deb o'ylashadi. Lekin har safar pand yeyiladi. Eng qizig'i shundaki, har safar kimdandir kuyganida, yana kechiriladi, imkon beriladi, umid beriladi. Chunki ularni tarbiyasi shunaqa, ularni tabiati shunaqa. Lekin plyus ham bor. Bunaqa insonlar faqatgina bu dunyoda qiynalishadi.